Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz Samarqand shahrida echkilarimiz to'g'risida videomizni boshladik. Bizning manzil Samarqand shahrida joylashgan. Echkilarimiz hozir 4 ta zotdor echkilar. 3 litr, 4 litr sut beradigan echkilarimiz. Echkilarimizning ichida bitta bo'g'izi bor. Tayyor bo'g'iz mana, ko'rinishi ham mana ma'lum. Mana shu echkimiz birinchi qorin tug'adi, yaqin kunda tug'adi. Gideta 1 oymi, 1,5 oymi vaqt bor. Shu echkimiz sotiladi, $400 bo'lsa beramiz. Manzil Samarqand shahrida joylashgan, birinchi qorin, toza zanin paroda. Shoxsiz, zavodskoy shoxsiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Sutli echkilarimiz sotilmaydi. Bu yerga joy yo'qligi uchun mana shu echkimizni sotamiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarida ijtimoiy tarmoq, Telegram, WhatsApp bor.